Bizning programmamizning maqsadi xalqimiz ichida millatimizning taraqqiyoti yo'lida o'zlarining zo'r ulushlarni qo'shayotgan yigit boshlari, xonim qizlari, asaqallar kengashlari ham ularning elib berayotgan ishlari bilan sizni tonishtirish. Bu yigit besh degan o jutning quli. Misali, ib kelsak, yigit beshi bir to'yda o'tagan bo'lsa, shu yerda darrov telefon kelib, bir musibat tushib qolsa, yilqi to'yni tashlab, shu ishqi mang'idi berib, shu yerga berib, shu bo'lgan musibat bo'lgan uyga berib, shuning ahvolidan xabar elib, qildigan ishlarni qildi. Yigit beshning ishi nihoyatda mundaqcha vaqtida ig'ir desak bo'lmaydi, yenik desak bo'lmaydi, chiqib jutning ishida bo'lish bu qiyinroq ish. Her bir ailenin özüge layık meseleleri oldu. Senin aldığınlar ki mıdaq işlerini işematma dep öz müraciatini kıldığan adamlar var mı? Mesela nahaqdan nahaq solunup gitpagan adamlar mı çıkılış mümkün mıdaq meseleleri bilen? Nihoyatda yaxshi so'roq. Men o'zim jamiyat birlashmasida uzoq yil ishlagandan keyin bundaq ishlar bizning hayotimizda bo'ldi. Ikki qiz bir singlisiga qarshi chiqib uyini talashish, uyini kimga qoladi? Mo'sha ishlarni bular birinchi rayon sotiga bergan, keyin shahar sotiga bergan, keyin respublikaga mangdiganda biz anglab bu ishni chaqirib, shularni o'tag'iz qo'yib, mo'sha ishlarni chashgan kunlarimiz bor. Sizgichi bo'lgan bizning programmamizda mehmonda bo'lgan yigitbash akalarimiz mushuni to'g'risida o'zlarining o'yli fikrlarini aytgan edi. G'oyi bir ota-bobolarimizning kelayotgan urf-odatlarni, rasm qoidalarimizni, bireylarni o'zgartsak degan o'y fikrlarni aytdi. Bo'lmaydi. Urf-odat bor bo'lgandan keyin millat retida biz saqlanamiz. Endi Nizam aka, o'zingiz bilasiz, har bir yurtda ig'il ahvolda qilayotgan oilalar bo'ldi. Masalan, turmush holati töven aileler bo'ldi. Nizamnaka shundaqla maktabimizdagi g'amxo'rlik kengashining a'zosi va shu a'zosi retida maktabimizdagi turmushi nachar ailelarga va ko'p balliq ailelarga moddiy yordam ko'rsatib turadigan sehiy insonlarning biri. Assalomu alaykum, hurmatli, qimmatli aziz ekran oldida o'tagan teletomoshabin, efirda Qadam telekanali taqdim qilib o'tagan hozirgi zamon qahramonlari nomli programmasi. Sizlar bilan birga men Abdumanap Mahmudjon. O'zingizga ma'lum, bizning programmamizning maqsadi xalqimiz ichida millatimizning taraqqiyoti yo'lida o'zlarining zo'r ulushlarini qo'shayotgan yigit boshlari, xonim qizlari, asaqallar kengashlari ham ularning elib berayotgan ishlari bilan sizni tonishtirish. Bugungi programmamizda bizda mehmonda Sultonqo'rg'on mahallasining bosh yigit beshi Garayev Nizamdin akamiz. Nizam aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Efirimizga xush kelibsiz. Rahmat. Endi hammamizga ma'lum bu tarixiy voqealarga ega bir yurtlarning biri Sultonqo'rg'on mahallasini bilmaydigan inson bo'lmishi mumkin emas. Bugungi suhbatimizni boshlandan boshilsak, bu yurtga nechinchi yil kelib qo'shildingiz, qaytildingiz? Bergan so'roqlaringizga ko'p rahmat. Men 1977-yili Sultonqo'rg'on yurtiga ko'chib kelib, 90-yildan boshlab yurt ishiga aralashib, 93-yili shu o'zimizningki mahallasida yigit beshi bo'lib, tug'an mahallamda yigit beshi bo'lib ishlab, 2000-yilgacha shu yerda ishladim. 2000-yilning buyoqi Sultonqo'rg'on diniy jamoat birlashmasining raisi bo'lib saylanib, ondan keyin o jamiyat birlashmasidagi eti ikki qitim o'zgardi, sabablar bilan o'zgardi. Nimashqa desanglar, bu jamiyat birlashmani qurishning sababi bizda Sultonqo'rg'onda 93-yili mechit silindi. Mechit silingan vaqtida Kuziyev Pirmavat hojim shu yerda shundaq fikr qo'ygan, o'zini o'z boshqarish komitet qurilib, biz o'zimiz boshqarib ish ip mengishimiz kerak. Degandan keyin Sultonqo'rg'on diniy jamoat birlashmasi qurilgan. Shu diniy jamoat birlashmasi qurilgandan keyin Sultonqo'rg'onda birinchi bo'lib, burun mahallada birla yigit beshi bo'lgan. Keyin shu jamoat birlashmasi qurgandan keyin mahalla yigit boshlari qurilib, shu vaqt Sultonqo'rg'onda 33 yigit beshi, uning qo'shimcha 33 xonim qiz shu birlashmaning ichiga kirib, undan keyin shu yerda mechit qo'mlari bo'lib, Aqsaqallar kengashi bo'lib, hammasi bo'lib 100 dan oshiq odam shu jamiyat birlashmasiga qo'shilib ishni yip mangan. Ishni yip mengish birinchidan qo'lga ilingan ish qaysi desanglar, birinchi shu u vaqtlarda mechit Olmut shahrida birli mechit bo'lgan. Shu vaqtda Sultonqo'rg'onda birinchi mechit yasalgan vaqtida
бүткіл жұт болып қосылып, Кузиевларның ailesi мәбләғ тараптан ярдәм қылып, şu Pirmamat Hacıkamның başlıqçılığında cəmiyyət birləşmə qurulub başlanıb ketken iş. O iş başlanğanda cəmiyyət birləşməsi meclisçil işlər emas, qabristanlarını qolğa elib, ondan keyin məktəblərni qolğa elib, ondan keyin yerlik hakimiyyət bilan birlə işləb, hər bir Jigitbeshning öz aldığa işini bölüp berilgan. 95 yılı, 96 yılı meclisini bitirib işini qildi. Şu gündən başlap ta bugün güngacha şu cəmiyyət birləşmə işini ip ketib bardı. Bu cəmiyyət birləşməsindəki böləkçilik yerləri hər qandaq yerге bir soraqlar bilan chiqib qalsa, özü как oruscha bitkaz юридический орган. Mustaqil özünün qolda ustav nizamnoma, pechat həminin bo'lgan. Şu xat bilan chiqaqda bizga doim javob qaytardigan. Şu sabab bilan cəmiyyət birləşməsinin kuchli tarafidan Turksip nahiye burun Turksip bo'lgan, hozir Jitsu chiqishkisi bir Sultan Qo'rg'on. Deputatlarni saylash ishlari kelgan vaqtida birinchi Tayir Baratov Uyg'ur yigitini shuni sayldi jamiyat birlashmasining kuchi bilan. Undan keyin Ahmadjon Shardinovni o kishi saylandi shu jamiyat birlashmasining kuchligi bilan. Shu deputatlarningki yordami bilan xil ishlar, masalan, o'zimizning 101-maktab Uyg'ur maktabi shu yerga yordam qilish ishlariga, ondan keyin bu qabristonlarni ratlash ishlariga jiq haslarini qo'shgan shu deputatlarma, shu akalarma u yerda asosiy har tarafdan o'zi metsenatorskiy tarafdan Dilmurat aka Kuziyevninki qo'shgan hassasi jiq. Mana mush kungacha jamiyat birlashmasi men 2017-yilgacha jamiyat birlashmasining rais bo'lib ishildim. 2017ning buyiqi hozir qabristonni boshqarib kelyapman. Әді Низам аға жұтының қызметіде болыш, жігіт башы ретіде өзіңіздің ой пікіріңіз қандақ қиын іш му? Әлбәттә, бұл Жигитбеш деген о жұтның құлы. Мысалы, епкесек, Жигитбеші бір тойды отаған болса, шияда дәру телефон келіп, бір мұсибәт ішіп қалса, елкі тойын ташлап, ашы ішкі маңыды беріп, шияғы беріп, бұған мұсибет бұға үйгі беріп, шының ақвалдың қабар еліп, қылдыға ішларыны қылды. Жигитбешнің іші найты мұндақ жеткі вақтыда иғыр десек болмайды, ендік десек болмайды, шықып жұттың ішіді болыш, о қинарақ іш. Бұныңға көрінге әдәм Жигитбеш боламайды. Әлбәтті, әмі tərəпні тән көрдіған, ана тілini яқшы білдіған, өрп адатını яқшы білдіған, өз ішіні мұқым білдіған. Hər daim oturdu turup, bir taraf bulmay, oturdu turup söz kıldığı adam Jigitbeš болып işlerleydi. O addi adam bolsun, yapması bir okuşunu tüketken adam bolsun, her kandak adam Jigitbeš bolalaydı. Bırak vicdanı ba, kaynaydıgan, milletperver bolsa, o Jigitbeš bolalaydı. Давай пинай. Красивая атака. Да он должен. Чуть-чуть не хватило роста нападающим командам. 10. Имран, корпус! На защиту! Хорош! На защиту, Имран! Рахмат, әді әміміз біліміз, мұшу Сұлтан Қорған мәхәлісінің Жигитбеші сізгече Жигитбешланың сұлтаны десек қаталашмаймыз. Ғайретжан ака Мәмет Әлиев болған еді. Әді мәрхум вапаттының кейін сізге исіңізді қандақ инсан ретіде қалды, Ғайрет ака? Ғайрет акам тұғырлық етсақ, он нахайты Аллахиды бір инсанды. Ғайрет акамны дейіштен бұрын акси Иминжикам болған. Иминжикамныңки böləkçilik yerleri 54-cü 55-ci illəri ana vətəndən bu yoqqa biz Uyğurların çıxqa vaxtıda naati özününki adamgerçiligini, özününki qo'ldan kelgan kuchlarni ko'rsatib ba yordamni qilgan odam. Mushu mechitning boshini shidima shu Imинжикам
aşı dest tuğan. Ondan keyin o vazifani g'ayratkamga o'tgandan keyin g'ayratkam nihoyatda o'zi so'zga chivar. Har qanday yerda nazar chiroqda, to'y to'kunda g'ayratkamsiz boshlanmaydigan. Hozir mana keyingi vaqtida g'ayratkamning yo'qligi bilinib qoldi. Nimishga aytsanglar, endi shundaq odamni cho'ng bilanmi, kichik bilan hammasini teng ko'radigan. Shundaq o'zi bir vijdonliq, shundaq o'zi bir tirik, shundaq bir odamga ko'rnaklik odamdi. Endi bu yukni qanaqliqamlar manbada menga buni topshirdi. Endi Alloh buyursa, g'ayratkamning 100% qilmagan, 100% qilamsam g'ayratkamdek no 60-70%ni demişke sana 20 yıl mabayında yendi billi buldum ben. Bilirdim. Her kandak işini, her kandak gepini, her kandak sözünü mening bunu kulğumda da şu işler bilan men tirishib g'ayratkamninki qilgan ishlarini, emgaklerini algı ip mangma degan o'yda. Bu fontanni yandırmaptı da ya. Ya yenyaptam diye. Ha? Yok yok. Hadi bütün esnafını. Esselamu aleyküm. Saltanlar buraya götürün. Esselamu aleyküm muhterem cemaat. Elbette hepimiz şu Ali Muhammed Mişniki parası kılgınımızın sebebi Türkül Kazakistan dünya konuyu desek hatalaşmayımız. Hazır bizden başıma nahayeti cık gayretik doğruluk sözden tüketti. Elbette gayretik Allah hidayet edemedi. Çoğunu çoğunca, küçükle küçükçe her kadar yerde özünün bir izini kaldırıp giderdi. Hatta ki nezir tutasa özü duga kıkandıma, anılmağalla köpkelle pak derdi. Toy kılasa, toydu söz kısa, yani şundak bir kışlık ibret bilen giderdi. Amal kanca gayretkam bu dünya geldi. Muşiqimda ben Azya bölgesindeki baş muharrir Taşkili Ziyarlığa Moşo gayretkam bu belişler bir tört küblet şiir yetpersiniz dedim. Maqul deb şunu yetpedi. Ruhsat sanlardan oktarsın. Gayret akıda mersiye. Mezgilsiz kettin aka jütni taşlap. Hoşlaştık kıyolmasın kömü yaşlap. Çoğun küçük demey bizge ilpet bulup halkının gemi bilen öttün yaşap. General desek hoşal kerilettin. Bala bulup uyumumu berilettin. Aletler tilep üzen yaşlılıkka toylarda kızıkçı bolup küldürettin. Bir de imam bezenmezin boluyulup yerliklerle talimini üzen berip seni kandak ondayımız gayret aka keri yaşlı jülügü de memnun delir. Senin ordun bölep gidiği sorularda eslep geldik kabringe bugün yana sana atak dua kılar yurttaşlarım cennetlerde atak kılsın Rabbim Allah. Mana başlap uluk alemge uluk şiirler yazıldı. Ötkende Kırpınar'da bizden Abdullah Bırak'a Kutlukov mana başarıda oturdu. O hakkımızda naiti bir yakşı gayretkamda atak şiirler yazgan vaqtsar bo'lsa balkim o'qitirdi. Endi mana men biz hozir slaydni qo'yib qo'ygan Qur'on o'qishdan oldin slayd hozir biroz o'sha g'ayratgan to'g'riliq yana Rabbimsi Rishon hadi to'g'riliq ko'zgida kichkina moshina ko'rib undan keyin Qur'on o'qib nazarni boshlasak g'ayratgan biz Uyg'urlarda shunday dana so'z bor. Ani aqlqamu ayol, yaqlqamu ayol deb qo'yamiz. Rüşendem şunda ayol değil. Gayretkam öz erkülen cüretti. Kandak yer kepsun, üç gün konuklara halattı mı? Rüşendem hoşal çırayı bilen karşılattı. Şundak mimandoz, köprü kögen, silaşını bildiğen şundak ayol değil. Amal kanca ikisi ağırlıkta 15 gün
ikisi birlik ketdi. Shuning uchun hammamizning nomidan Sulonning yatqa yeri jannatda bo'lsin. Biz g'ayratkamni, Ravshandamni hech qachon Sulton qurgan juti. Men o'ylaymanki, to'lg'an og'illari, do'stlari, yar birodarlari hech kim unutmaydi. Yatqa yeri jannatda bo'lsin. Hadi baya öz sözünüzde itip ötüp kettiniz, nәзі çırak toyu tökülü dep. Muşunun bağınışlıq sizge sual koysam, sizgiçi болған bizden programımızda mehmanı болған жигит baş aklarımız, muşunu toğırsadım özlerinin oylu fikirlerini itkan edi. Gayı bir atı boğulurumuzun kevatkan urpa adetlerini, resim kayıtlarımızını, bireylerini özgetsek degen oy fikirlerini etti. Mesela otun aylınışqa oqşaş, nikah süylerini yaşlağış kismeç degen oqşaş. Muşunun sizden göz qarışınız qandaq? Elbette dürüst deysiz, biz örf adetini, penni, dinni birbirisiyle almıştırmamız gerek. Her nerse öz yol dememiz gerek. Misal için örf adet yolda, eğer de ölüm olsa bizde özümüzdeki resim kaydı boyunca 3'ünü verimiz, 7'sini verimiz, 7'sinin aralıkta peşembilik kılımız, onundaki 40'ını verimiz, onundaki yılını verimiz. Bu dini tarafta bunda 40 yılı, anda 7'si degen yok. Bu her bir milletin örf adeti. Endi örf adet kelgende biz 3 nazarini qilamiz. 3'ügüçe uyda tamak hech qanday qaynatmaydi. Biroq özümüzün örf adeti boyunca qo'lim qo'shla kelgan mehmonlarga deb kelgan ijroq yaqindan kelganligida tamak akirdi. Shuni jutqi taqdirni qildi. 3'ünü berimiz. 3'üden keyin 7'sini berimiz. Şu yerda bizde özümüzün örf adet boyunca adamlarga aq bağlash, o urug'tiqalarni araylish ma'noni berdi. Hech qanday qinim emas. Bu keyingi vaqtlarda dinga aralashtirilib, bu ish yo'q deyotganlarmi bor. Yo'q, u yo'q emas. Bu örf odatimizda bor. Biz aq bağlagandan keyin ham uni qerindishga, buni balisga, buni tuqqunga deb uning bilan berib alaydan ta'ziya bildirib, qo'l elishib ko'rishimiz. Şula belge. Endi bu 7'sinden 40'sıgacha peşembilik deymiz. Gaybariyada peşembilik. Peşembilikninki sebebi nima desanglar, misal bir narsani alaylı. Bir ayalninki bir balsı qaytish bolsa, o ayal öz yalnız, özümüzün örf adeti boyunca ikki qo'shna qozonga kelib, tamak nim qildi. Uyigisiga ig'irchilik kelmasin deb. 2-3 urug'tiqini kelib yendi o'tirdi. Her bir peşembilikte jit silib, hilqi eski elib, Qur'on o'qilib, bu yalğız qalgan ayalını bezleydi. Bezlep 40'gacha yendi oturup, bu ayal endi keyin 40'gacha hoşuq kelgandan keyin, bu ayalın dürüst bo'lgandan keyin, ondan keyin her bir adam uyiga ketdi. Şu sebepten uyga 200 adam, 100 adam chaqir degan hech kim yo'q, biroq payshanbani atlab o'tish bu bizning urf odatimiz. U albatta bo'lish kerak. Endi uning iyiqini ep ketganda, misolcha boya nikah dediniz. Nikah suyu dini tarafta yo'q. Hech yerda yozilgan emas. Biroq bizning urf odat bo'yicha u bor. Misoli chinga nonni bo'lib selib, suv quyib, ya qand selib nim qildi. Nimishga uning ma'nosi, buningdan keyin uy o'taq bo'ldinglar. Mush bir chindan nonni yanglar, mush bir chindan suv ichinglar degan ma'no berdi. U urf odat bo'yicha uni yo'q qilishga bo'lmaydi. Üçüncüden bu toyda ot aylanish deydi. Bu dinda yo'q. Gayberlar bu bizde başka nima vaqtida biz bu din vaqti qilib qolgan andaqdi degan so'zlar qiladi. Biroq bu yerda uning tutgan bir xatolik, bir ishtim yo'q. Ot aylanishning sababi nima desa, bu buningdan keyin uyinglarda mashtaq ot kuyib tursin. Otni o'chamanglar. Her daim ot bilan bo'linglar degan uyning chirig'i yenib tursin degan ma'noni berdi. Buni yo'q qilish deyishga bo'lmaydi. Nimishga aytsanglar, biz hozir mana bizningki qarindosh millat qozoq xalqi biz Qozog'iston diyorida turayotgandan keyin ruhoniy o'zgarish degan bizning prezidentning degan gapi bor. Bular o'chilib qolgan, qilib qolgan narsalarni qaytadan qo'zg'ab, qayta yangiryapti. Biz shuni qaytadan yangirtadigan o'rniga ani qilish bo'lmaydi, buni qilish bo'lmaydi deb o'chirib ketamiz. Bo'lmaydi. Urf odat bor bo'lgandan keyin millat ritida biz saqlanamiz. Her qandaq millatninki özünün saz asbabları, örf odatları, an'anaları o bo'lish tegishlik.
Demek bu urf adetler dinde bolmasıma milletimiz Uyghur boğanlıktan milletimizni saklap keliş maqsadida qo'llansak bo'laverdi. Qo'llansak bo'laverdi. 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 Hech qanday o mana payshanbalik deydi, endi 200-300 odam chaqirdigan hech kim yo'q. Biroq shu kuni Qur'on o'qilib, ash uydagi musibat bo'lgan odamga yordam bo'lsin deganlar ish bu. 40-gacha. Buni tutgan hech qanday. O't aylanishdimi shu. Men sabab nima aytsanglar, ko'pincha jiq o'zim shu riyosatchilik ishini qilib manganlikdan o'z ko'zim bilan ko'rib, boshqa millatlar kelib hayron qilib, "Man qaranglar, nima degan yaxshi urf odat bu" deb shu yerda men o'zim shularga tushundiganim, buning aylanishining sababi nima? Nima sababdan aylanyapti degandikin boshqa millatlar kelib hayron qolgan yerlar bor. Tushunishlik. Rahmat aka. Endi shu Sultonqo'rg'on mahallesida hozirgi vaqtda qanday ishlar elib berilyapti o'zingizga bilasiz. Hammamizga ma'lum, hozir pandemiya vaqti, uni virus vaqti bo'lganlikdan xeyli ishlar qisqarildi. Yana shu nazarchilarga to'y to'kildi. Hozirgi vaqtda sizlarning ishinglar qanday jut bilan birga? Bizningki jutda men boy 5'de aytib ketdim, 33 yigit bo'sh bo'lgandan keyin mayli yigit boshlar bor. Shu mahallada o'zaro o'tkazish, shu hozirgi pandemiyaga bog'liq 200-300 odam emas, 30-40 odam bilan qisqartirilib o'tkazilyapti. Biz shuning endi bizning jamiyat birlashma bo'lganlikdan har qanday ish biz shu jamiyat birlashma orqali har qanday yerga yordam berish, yo bo'lmasa bir kutilmagan yerdan o't ketgan yer bo'lib qolsa, shularga har bir yigitni o'ziniki yig'ib jamiyat birlashma orqali yordamimizni beramiz. Rahmat Nizam aka, endi jut ishida 5 barmoq birdek emas edi go. Har bir oilaning turmush tirikchiligi har turlik. Shunlashqa mush jihatdan sizga savol qo'yg'im kelib o'tirdim. Har bir oilaning o'ziga loyiq masalalari bo'ldi. Sizlarning oldingizga kelib mundaq ishlarimni ishamayapman deb o'z murojaatini qildigan odamlar bormi? Masalan, nahaqdan so'linib ketgan odamlarmi chiqilish mumkin mundaq masalalar bilan. Muşu cihetten ula yerlik hakimiyetki jügünüş gerek mi? Elbette sizler iş berelemsizler muşundaq işlarını. Muşunun oxşar. Nahayeti yaxşı sorak. Men özüm cemiyet birleşmesinde uzak yıl işlagandikin bundaq işler bizning hayatımızda boldi. Boğanda meselence iki kız bir sınlısıga karşı çıkıp üyini talışış, üyini kimge kalıdı. Muşu işlarını bula birinci rayon sotuğu bergen, keyin şehir sotuğu bergen, keyin respublikaga mangdiganda biz anlap bu işni chaqirib, shularni o'tag'iz qo'yib, mushu ishlarni chashgan kunlarimiz bor. Qo'shni bilan bir-birisidan chiqamay, nimishga aytsanglar, birisi shipirni egiz ko'taryapti, yo sumayoq tushib ketdi, yo bo'lmasa birisininki qorasiga birisining meli kirib ketdi degan tek so'zlar bor. Mushu ishlardimi biz shu jamiyat birlashmini chaqirib akilib, buni o'zimiz chechib, ishni sotga yetkazmagan yerlarimiz bor. Endi bularni bu ishlarning ichidami nahaq da'vatsiz so'ltinadigan balla to'g'riliq, ashtaq rayonlik garodskoy sotlarga berib, bu balni gunoh deb, keyin biz aralashib jamiyat birlashma yuridiskiy organ deymizmi? Shuna bo'lgandan biz o'zimiz shu xatni yezib, pechatni qo'yib, shuningga biz yordamimizni berib, shu balga qo'l put bo'lgan vaqtlar bo'lgan. Qay vaqtlarda endi jutga aralashmaydiganlar bor. Bizde ana danad gapimiz bor-ku, anangmi jut, atangmi jut deydi. Agarda jut bilan birlashib jutni balig'ini sanab jursang, shu vaqtda jut sening bilan birga bo'ldi. Agarda jutni men tanmayman, bilmayman desang, undaq yerlarga kelgan vaqtida jutma aralashmishi mumkin. Rahmat. Endi sizning o'zingizning o'yingiz jut uchun, xalq uchun haqiqatan xizmat qildigan yigit beshi qanday xislatlarga ega bo'lishi kerak? Qanday joyda biz yigit boshlarning qadr-qimmatini oshira olamiz? Yigit beshni oddiy odam bo'ldi, biroq uni taniydigan, shu jut taniydigan, shu jutga o'ziniki az-to'liq xizmatini ko'rsatgan. Har qanday vaqtda ig'richilik vaqtida qo'l uchini bergan, ana tilini toza so'zlaydigan, urf odatni yaxshi bildigan, fan tarafdan, din tarafdan o'ziniki hamma yerda xabari bor. Shuning uchun oqqorni aralaydigan, har qanday ishda o'tirib gapni shishalaydigan odam men o'ylayman yigit besh bo'la oladi.
Bugün mana 3 dekabr kun issiq 5 gradus. Konyalıkka mana asfalt ip keldik. Mana dadısınki qilgan ishni ulashtirman deb Gülmurat Kurbanov o'zi mana meye kapta yordamlashyotdi. Mana baytim beri marib ishlaganda hozirdan damiyotdi. Qahramon davay mana. Mushuni meyani ishni oldini pakkiz qilib odamlar kirdiganga patqoqchilik bo'lmay chiroyli yasab etsak, Xudoyim biz rozi, arvala rozi. Mana bugun Meşəki 20 tonna akilib, şu yolunu aşaqça, axırgıça bu işini aldılarını pakkiz hemen yaxşı qilib mana meyelerini düzep daim bursa meşədə yatqanlarınki yeli yumşaq olsun, yatqa yer cennet olsun. Qağallah aman bolaylı. Незамнун Гараев. Valla давайте. Az kaldı. Ha. Yok, нормально. Hazır katok. Çıgaksının balları yapmışlar. Ana katok стоит, katok taya. Dayan burası. Ana bugün 24 aprel Qarsu juti 25 Şöhret başlıq Meşədə bir maşina topa qar topunu onu otorluqqa töküb mana meşədə ölüb ketken atı bolları juti mesatsa musafirlar ruhu baxşandı qilib zulmat tacıq Kur'an oqub duga qilib atıdı. Her qaysımız yaxşı kunlarda tilеген tilek oynagan armon maqsadimizga shu ro'z Ramazonlarda Allah o'zlariga hamda qabul qilib qilgan ishlarimizni yurishni Allah qilsin. Allohdan Rabbana atina hasanatan va fil oxirati hasanatan va qina azabannar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahu ekber. Rahmet. Qaşınlar. Vietnamdan mana rahmat. Meşak çıkıp mana hemimiz girdik ya meşak unutmaymış. Her başta her kaçın başta 30 yakın adam çıktık mana bugün Xudoyim bo'lsa. Degan zadaniyasi mana 1 saat 15 minut 1 saat. Mana bugün 16 yıl kili Zıpırtı Çoğungelik'te bunu flash attığını tahtarını açılıp Kur'an-ı tayarlıkta sürüp fazlavatımız. Mana alaytan tahtar ekal dokunusunu mekanı uğur tutulduğunda. Assalamu alaikum hürmet muhterem cemaat. Mana saksavolni bazınki juti kelip bir 10 bala mana jigit beşi Mehmet mana zam jigit beşi Mansur Musla kelip mana yerliklarninki o'tirlikka o'sib ketgan cho'plarni tozalavatimiz. Xalqqa deymiz o'zlari kelib tozalamaydi. Mana buni asfalt qilganlarni pakkiz qilib tozalatsak amdan bo'ladi. Mana hurmatli Jot Imarov İbrahimcan Novostroykaning ma'lisi kelib mana meyda почти 20 mashin nim qolgan deyshebin. Xo'sh qolay dedi mana bular 2 soat bo'ldi ishlayotdi. Hamasdan. Aleyküm. Ha mana cho'nglar kelib ballaga duga berib meyda. Ha davay davotdi. Bu Baturning ma'lisi Oltinbuloq 1. Oltinbuloq 1. Mana Oltinbuloq 1. Şunaqlar Chigorning ma'lisi Mahmudjon Jigitbeshi. Oltinbuloq ma'lisining Jigitbeshi Batur. Mana buni tövendiki mosorlarni yevatdi. 2 mayli kelib bugun Subotnikka nayt yaxshi qatnashyapti. Mana Batur har birisini spes qilyapti. Молодец. Mana bu tövendi sayını qancha yillar ilinmagan mosorlar chiqyapti mana. Mana mayaqtikilar. Mana Sultonqo'rg'onning ichki rayonining jensovetlar hammasi kelib ana ayaqda buni cho'plarni yulib tozalayotdi. Mana mayaga 52 garshokqa gul o'tag'izdik. Har bir garshokqa 4 tin. Assalomu alaykum muhtaram jamoat.
Mana Kajamiyarova ko'chasi Ahmadjon, Yangi Jigitbeshi. Kajamiyarova ko'chasiniki mana bugun subotnik keldi. Endi bu Sultan Qorgan mahallesinde yaşlarının arasında sizlerin gelecekte ornunlarını başsam, hazırdan tatıp meclisini urduğan yaşlarımız var mı? Müştalik yolda hizmet kıldığan yaşlar. Elbette ba, elbette Özünüzün ba. şagirdleriniz bolsun mu? Elbette ba. Mesela ben bunu ba devatmen, bırak zanlağı məlum biz 70 yıl mabayında Rusça sözlep, Rusça okup adamlar hemmesi Rus tillik bulup ketdi. Bunu hazır Kazakistan'ın müstakilligini 30 yıl buldu, bırak bu ağırlıktan biz tek çıkamayatımız. Şu sebepten ballarımız hemmesi oruç mizaj bulup ketken. Endi bunu qaytırış için nima qilish kerak deganda, masalan, mana sizlarning bugungi mushu televideniya perdachanglar, mushu ishib mengishinglar, mushundaq narsalar jiqiraq bo'lib, televideniyada Uyg'ur ana tilida chiqadigan ko'rsatishlar jiqiraq bo'lib, ondan keyin yasllar ichilib, ana tilida o'qiydigan maktablar jiq bo'lib, ondan keyin o'zimizning ana tilida chiqayotgan gazet jurnallarga yezilib, birden bir tiyatrımızga jiq adam berip, belki vaqtida biz şu vaqtida saqlab qalamiz ve özümüzge keraklik balalarni yetildirib chiqalaymiz deb. Bizde hazır ba, asta-asta Xudoyim bo'lsa u bo'ldi deb o'ylayman. Rahmat Nizam aka, onu sorgan sebebim gayı bir jurtlardan da yaşlanma olmaydı iken, şunun için sizin sorap ögünüm. Sultan Qorganda bağmamış da yaşladı deb sorap otağınım. Sorumga cevabımını aldım, rahmat. Endi bayatın beri ana til toğırlık sözlewatmız, gez jurnal dep kaldık. Özünüz bilsiz, yenidən oquş yılı başlanış aldı turdu. Həmmimizge məlum Sultan Qorgan mahallesinde bu 101-ci bizning ana tillik Məsim Yaqub namındaki mektep gimnaziyamiz var. Muşununğa yakın, oquş yılı yakın, yani ana tillik mekteplerge sınıfları ballarını toplaş başlanış aldı turdu. Yani onun yükleydiğen sizler jigit başları, hanım kızlar. Muş hakkında etip ötüp ketsiniz. Jurtdaki qancha xalq bizning ana tilimizda bilmey otudu. Abdumanap nayda durust so'rab qo'yding. Albatta bizningki 101-chi maktab gimnaziya bo'lishining oldida soni 600-700 ga tushib ketgan edi. Keyin bu yigit boshlarninki jiq kuch chiqarishi bilan shu yerdagi 101-chi maktabda o'qiyotgan xodimlarninki kuchi bilan shunaqla shu yerdagi direktörümüz Xurshidam Abdullayev deymiz. Şu direktörninki kuchligidan hozir soni 1200 ga yetdi. Ballan burun biz ballarni uymi kiratdik. Hozir odamlar o'zlari ekbiryapti endi. Burun uymi mangatdik. Hozir u ish yo'q. Hozir endi uyaga tonush orqali kirish desak xatolashmaymiz. Shuning uchun biz maktabga bal to'plash tarafidan Xudoga shukri hozir yaxshi. Bir hoşalık koyduğunuz aka, sebebi köplegen akıllarımız, meşe studiya kelgen akıllarımız etip ötті, balala sani Uyghur mektepleri tolmağıtı dep. Demek Sultan Qorganның jurti özlerila ana tilde bilim elişi karşı emas. Karşı emas. Rahmat. Karşı emas. Assalamu alaykum, hürmetlik tamaşabınlar. Men nomer 101-ci mektep gimnaziyanın direktorunun terbiye işleri boyunca orunbasarı Maygül Tursunqızı İzbakiyeva bolmen. Nizamda Qagarayev mektebimizning her taraflama yordam ko'rsatuvchisi retida to'nilgan arboblarimizning biri. Nizamda mektebimizde Aqsoqollar kengashini boshqaradi ve şu kengash her daim balalarımızın arasında, bo'libmi yoshlarning arasında huquq buzishning oldini olish ishlariga aktiv qatnashadi ve balalar bilan har xil ish-chorlarni o'tkazib turadi. Nizamdaka şundaqla mektebimizki g'amxo'rlik kengashining a'zosi ve şu a'zosi retida mektebimizdagi turmushi nachar ayillarga ve ko'p balliq ayillarga moddiy yordam ko'rsatib turadigan sehiy insonlarning biri. Endi Nizam aka, özünüz bilsiz, her bir jurtda iğil ahvalda qilayotgan ailelermi boldu? Mesela yakın arada köplegen yerlerde bir neçe öyle kuyuvatıdı degen o'xshash turmush halati töven aileler boldu. Yoki bo'lmasa mushu ro'ziga yaqin sal qiynaldigan azimatlarimiz bo'ldi. Mushu Pitir Sodiqlar, mushu jurtni ichida bo'layotgan voqealar haqida bir narsasiga to'xtalib ketsangiz. Ashtaq voqealar yuz beryapti Sulton Qorgan. Durust deysiz.
Bu jut bo'lgandan keyin har qanday ishlar bo'ladi. Bo'libmi endi ro'za oyini yeb kelsak, ro'za oyining oldida o'zinglarga ma'lum Ko'ziyev Dilmurat aka metsenat o'zi ilhom mukofotini qurgan akamiz har yili 20 dak odamga 100 mingdan har yili. Men 15 yil ishladim. Her yili menga deydi spisigini ekegin deb. Biz yigit boshlarga e'lon qilamiz. Kim nachar turyapti, kim naqa bo'lyapti, kim qo'l yetmayapti, shularning spisigini ekilinglar deganda bir 20-30 odamning spisigini ekilib, shularga Dilmurat akam konvert qilib selib, har birisiga yordam, aqcha. U yilda bo'lyapti. Ta bugungi kungacha olishib kelyapti. Endi ikkinchi mushu yaqinda Sultonqo'rg'on tuvan tarafda, Belinskining tuvan tarafida bir uy kuydi. Shu yerda biz jutqa e'lon qilib, yigit boshlari 30 yigit bosh bo'lgan ekan. Har birisi qo'ldan kelgancha mahalla yig'ib 1 milliondan ortiqroq tiyinni shu yerga yetkazib yordamimizni ko'rsatdik. Undan keyin yana bu Sultonqo'rg'on jut nomidan jamiyat birlashmasi nomidan bizniki Dilmurat akam 5 maktabga yilda 300 ming apasininki nomidan grant berdi. Uyg'ur maktabidagi bolalarga. Mush ishlarni topshirib ketibmiz. Endi Nizam aka mush fursatni foydalanib o'zimizning Sultonqo'rg'on mahallasining jutiga salom yo'llab qo'ysangiz bo'ldi. Shundaqlar bizning ekran oldida o'tirgan ko'rarmanlarimizga bir ishga niyatlaringiz bo'lsa, marhamat. Endi men demoqchimanki, birinchidan mush Qadam TV programmasiga cho'ng utuqlarni tilayman. Chiqib mushu bosgan qadaminglar olib qarab menglar, har doim yo'linglar ochiq bo'lsin, o'zinglarning tabassum kulkisi ketmasin. Sultonqo'rg'on jutiga shundaqla tilaydiganim, birinchidan mushu og'riqsizlikdan neri bo'lib, har doim uyda yaxshilik bo'lib, bir-birimiz bilan burunqidek quchoqlashib, ko'rishib, cho'ng to'ylarni o'ylashga Alloh nasib qilsin. Rahmat Nizam aka, bugun oltin vaqtingizni bo'lib, bizga qizg'in suhbatga kelib o'tganingіз uchun minnatdorligimizni bildiramiz. Sizga ham siz boshqarayotgan aktivist akadlarimiz, oqsoqollar kengashlari a'zolariga zo'r tan salomatlik, ijodiy futuhlarni tilaymiz. Sultonqo'rg'on juti omon bo'lsin. Rahmat. Rahmat. Hurmatli teletomoshabinlar, esingizga salsaq, bugun bizda mehmonda bo'lgan Sultonqo'rg'on mahallasining bosh yigit-beshi Garayev Nizamdin akamiz bo'ldi. Biz sizlar bilan bo'lsak, xo'shlashmaymiz, faqat kelasi programmagacha sog' salomat bo'laylik.